2026-yil bilan zo'rg'a turg'izdik. 2026-yil 19-may Toshkent viloyati Toshkent tumani Botir Achig'ochdan sal teparoq chiqqanda mana do'stlar keldi yana. Omlarni qarang. Ilhomboy do'stim fermasiga kelganman aka. Assalomu alaykum. Tuzumsiz? Charchamasdan. Sog'ligingiz yaxshi? Zo'r xudoga shukr. Qalaysiz aka? Yaxshi keldingizmi aka? Omlar qarang. Xudo xolasa aka. Sistemda chiqarmaganimizga ancha bo'lib qoluvdi. Siz sutni chiqarib yuruvdingiz o'zi? Estirab chiqib ketgansiz odamlarni. Mana. Sistemni so'raganlarga aka hammasidan bor, xudo xolasa. Naviy bir. Soniga kelsa aka, общий sotuvda 4 ta molimiz bor. Xo'p, buzoqchalar. Sistemsidan 3 ta aka. Mana shu uchalasi. Ha. Keyin arsimetalami? Simental 10 ham bor aka. Ishqoziga, shaydosiga sotamiz aka. Xo'p. Hop, bir chekkadan boshlaylik aka. Maymodan boshlaylik, maymodan boshlaylik. Sekin-sekin chiqib keling. Hop, bitta bilan. Nemis aka buqacha. 17 million 20 million deb yuborasiz. Mana? Buzoq mana-da. Ya, aka, unaqa narx. Yo'q bunaqa pul. Unaqa narx. O'g'illi bo'lgan pul buqacha aka. Hop. Kuniga kelsa 10 kunlik. Quloq raqami necha ekan aka? 0489. Bo'ldi mana. Kuniga kelsa 10 kunlik nemis sigiri bolasi aka, buqacha. Baqvat ekan-a. Sutimiz ishga sigaretiga qo'shib qo'yishga zo'r narsa aka. Ishlari ketmagan mana videoda oldin. Orqasiga mana ozgina loyga yotgan ekan, hech qanaqa ziyoni yo'q. Ichib ketganimiz bunaqa turmaydi aka. Mana shu qancha sut ichyapti Ilhom aka hozir? 4 litr ichyapti aka, 2 litrdan 4 litr ichyapti. Mana shuni olib borib, sigaretaga qo'yib yuborsa, ichib ketib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Hozir hamma yoqda shu muammo bo'lib yotibdi. Xoh jaydar bo'lsa, xoh paruda. Imkon bo'lsa qo'lda boqishsan aka. 3 kuniga telefon qilishadi. Ilhomboy buzoq yo'lib qoldi deb. Imkon bo'lsa qo'lda boqishsan aka. Boshiga o'rgatib olishga yo'l yo'riq tushuntirib yuborasiz. Endi uning uchun bu birinchi tug'ilganning o'zidan imkon qadar onasidan tegida yurish kerak aka. Bu уже qo'lda ichib o'rgandi. Og'izdan chiqqanligi to'g'rimi? Og'izdan chiqib bo'lgan bu. Bo'ldi. Mana qarang. Mana aka. Xuddi o'shani 0041 urg'ochisi aka. Bunisi. Kuniga kelsa 10 kun, 12 kunlik oralig'ida. Bu nemislarning bolasimi deyman men? Shunaqa nemisni bolasi. Ingichka bo'lgan, yuqa teri bo'lib og'ir. Haqiqiy sutli sigiri bolasi aka. Sigiri bolasi. Agar sizni jaydari sigiringiz bo'lsa, bir 8 ta 10 ta sut bersa, bemalol mahallada qichqib olayotgan bo'lsa, mana bu tegib qo'ring. Shunaqa. Muammoni ideal yechim. Voy, yaramas. Yaramas. Jonivor ovqat qizg'anishini qarang. Shuni ovqat qizg'an bordimi? Ha. Yaramaslik. Xo'p, endi mamasi ana uni pulini aytib keting yoki. Bitta ekan urg'ochi. Uchalasan vaqt tekis aytib ketaveramiz aka. O'z urg'ochi bittami? Urg'ochi bitta aka bu yerda. Aha. Mana faqat rangi o'xshamagan simental ekan. Shunaqa aka. Forma simental, rangi gibrid bo'lib qolibdi. Anti yomon ishlayapti, mayli. Saidal aka, bunisi bir haftalik. Sal ajratyapti, sal ajratyapti mana. Mana. Kuniga kelsa bir haftalik buqacha aka. Ha, ko'rganlar. Ona nemis, ota simental. Kallalarni qarang. Ha. Kel jonivor. Nomeri otaga rasa tortib. 00 42 ekan aka. Bitta-ku. Bitta dona. Gibrid. Narxiga kelsa aka bir joyda 12 million so'mdan xayri bor. Mana ham? Bu ham ketaveradi ichida. Bitta buqacha, bitta urg'ochi. Bitta o'g'onacha. Tanlashsa 500 ming so'm 1 million so'm ozgina razniца bo'ladi aka. Ha, nobod aka. Nobod. Bu qimmat, bu arzon. Imkon qadar bir joyda sotamiz aka. Pulini yengilroq qo'yib yubordi u mana. Maqsad sotish. Ha, bugun buzoq sotgisi ketdi. Ana jonivor. Kel jonivor. Momlarni qarang, yaltirlab turishini qarang jonivorlarni. Hammasi sobizoq aka, xudo xohlasa. Muhim aka, mana shu katta bor-ku, mana 0489. Xo'p. O'shanga уже tuxum qo'shib bersa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Og'izdan chiqqandan keyin bir tekis bersa. Mana bungacha. Bunga ham bo'ladi. Og'izdan chiqib bo'ldi-yu bular. Kechqurungisiga bitta. Kech paytgisi bitta. Ertaroq kech payt ham bersa bo'ladi. 3 oylik bo'lganda amno bo'lib ketadi. Xudo xolasa bo'ladi aka. Sababini qilish kerak-da, buni ham. Buni ma'lumotlarini ayting, polvonni. Saidal aka, buni xabaringiz bor aka. Oldin sotuvga chiqarganmiz. Ha, ola-bola qilib chiqargan emarda. Chiqarganmiz. Buni sotmaymiz deb o'zi chiqaruvdi alohida. Endi alohida ajratib sotadigan bo'ldi. Oy kuniga kelsak 4 oylik aka. Boring ketdi. Boring chiqib ketib qolmasin men aka. Oy kuniga kelsa 4 oylik mollar sifatiga bir baho bering aka o'zi. Shunday kiyim-kechakni taxliydigan chamadaningiz bor-ku? Mana aka. Mana qarang. Molni mana bu yoqdan olib qo'ying bitta aka. Mana mollar qarang. Mana semental bog'im etsa oldini to'ldirib bor deydigan adam aka. Bari rais bo'lib boqadigandan ekan-da. Ana jonivor. Oy kuniga kelsa 4 oylik aka. Hali ham sut ichib yuribdi, lekin ovqat yeydi. Jonivor orqalari limuzin. Butun boshli bitta sigiri emib katta bo'lgan buzoq bu aka. Mana Hech ketmagan. Ostlarini ko'rsatib qo'ying. Mana. To'qol. Zavodskoy to'qol chiqqan aka. Yaxshilab icharlarini ko'rsatib qo'ying aka mollar. Zo'r ishqoziga sotamiz aka. Mollar narxi arzon emas. To'xta. Mana shuni to'xtasin. Mana. Ana jonivor.
Molni kelmagan joyi bormi aka? Bir 10 chiqqanmi masha? Chiqib qolsa kerak. Xudo xolsa endi o'lchab ko'rmadik-ku buni. Sonni qarang aka. Limuzinning unchunchasini qochirib yuboradi. Shunaqa qochiramalki shunaqalardir. Nech pul bu? Yo'q, o'tirib oling yaxshilab. Stol olib kelaman. Bo'ldi. Sizlarga joylashib olinglar. Bu arzon emas. Bu sotiladigan mol aka. Ha. Bu sotiladigan mol. Narxi 35 million aka. Ozgina xayriga o't beramiz aka. Do'stlar, hozir sigir ham beradi aka. Sigir ham beradi. Shixoz oladi lekin bu mollar aka. Shunaqa shixozchilikka deb. Lekin mollar bir dona defekti yo'q, xudo xolasa aka. Kelib qomponigacha tekshirib olsa endi buzoq-u hali. Begidir aka. O'zi mana shu buzoqni ham tekshirsa bo'ladimi, qonun? Bo'ladi aka, ne bo'lmaydi. Mana shu hozir mana shu oyligida bilsa bo'ladi, mana shu yoshda. Bo'ladi aka. Qarang. 35 million kami bor. Ya hoji aka, sizga 2 kerak-ku, magazindan ko'l olganda olasiz, xudo xolasa. Ishqiboz odam aka, telefon qilishsa, negativ yozishmasin aka. Telefon qilishsin, savol-javoblarga bo'lsa, bemalol gap so'z yo'q. Ha. Nima gapinglar bo'lsa, ekranda o'zlarining nomerlari bor. Olib yozishni oson aka. Telefon qilinglar. Molga o'ziga qarab baho chiqaveradi aka. O'zimizga ham misol uchun kichkina pulga kelmagan bu mollar-da. 35 million? Shunaqa. Kami bu mol aka tug'ilgani misol uchun 20 million so'mga yaqin to'g'risida. Ya'ni 15 litr, 18 litrdan sut ichib katta bo'lgan buzoq. Bu yog'i bor. Bu moldan foyda qilinmaydi aka. Hozir foyda bermaydi. Tanaga hisoblab chiqsangiz, misol uchun ichgan sutingizda hisoblab chiqsangiz, foyda chiqmaydi bu moldan. Prosta. Buni sigir qilganda aql chiqishi mumkin-da. Shunaqa aka. Sigir qilib. Bu mol xudo xolisa o'lmasa ziyon qiladigan mol emas aka. Xudo xolisa. To'g'risida. Xudo xolisa aka. Mollar sifatiga yaxshi ishqiboz odam, tushunadigan odam maza qilib boqadi aka buni. Jonivor. Bo'ldimi 4 dan bugungi? Bugungi 4 ta aka. Yaxshi zirkalli bo'lagan. Xudo xolisa aka, sementali buqachalar kelyapti. Yana? Yaxshi kattalardan, chiroylilardan kelyapti. Kadr ortida chiqish yo'q lekin. Bo'g'oz g'unajillar kelyapti. Ularni ertaga ili indinga video chiqaramiz lekin. Xudo xolisa video chiqarib beramiz. Kadr ortida ish qilmaydi. Sifati zo'rlari bor. Ko'ryapsiz aka, keldi ketdi joy. Mana qarang, mana sanatoriya. Toshkent viloyati Toshkent tumani Botirachi qo'shniasi Altepaga chiqqaningizda Ilhomboy do'stimizdan fermasida kelaverasizlar do'stlar. Mashina zo'r, ani Genevali olaman deydi-yu. Nomini aytish uchun tili sepib chiqdi. Puliga qiziq emas, sifatini olaman degan odamga zo'r aka. To'g'ri. Bitta jentra puliga 4 ta aytib beradi, 3 ta beradi. Shunga o'xshagan gap bo'pti deb ham hozir. 5 ta ham beradi. Ha, beradi. Mana. Tamam.